Men buni hammaga aytishim kerak. Qizlar, esinglardami summer campimiz qanaqa zo'r o'tgan edi? Men Londonni hali ham sog'inaman. Bizning kempimiz hayotimdagi eng unutilmas lahzalar edi. Bolalar, yangilikni eshitdinglarmi? Qanaqa yangilik? Universe Group va International yana lager tashkil etishmoqda va bu safar Winter Camp. Keldik. Universe Group va International School birgalikda yana bir bor Angliyaga otlanmoqda. 4-yanvardan 11-yanvargacha bir hafta davomida bizning o'quvchilarimiz ekskursiyaga, yaqin do'stlar bilan tanishishga va eng asosiysi real ingliz tili tajribasiga ega bo'ladi. Bir haftalik dam olishda siz Angliyaning eng mashhur Chessington parkida bo'lib o'tasiz. Bu park 51 gektarga mavjud va shu gektarda siz toza havo, hayvonot bog'lari va dam olish oromgohlariga ega bo'lasiz. Dastur to'g'risida gaplashsak. London bo'ylab sayohat, afsonaviy Big Ben, jozibali London Eye, qadimiy Tower Bridge ko'prigi, qirollik Buckingham saroyi, dunyodagi eng katta va eng qadimiy bo'lgan muzeylardan biri British muzeyiga ham tashrif buyuramiz. Va albatta Oxford shahri va uning mashhur universitetlarini o'z ko'zimiz bilan ko'ramiz. Turar joy masalasiga kelsak, Chessington Park mehmonxonasida yashash, 3 kishilik xonalar va har biri o'z hammomiga ega. Kuniga 3 mahal to'liq va halol taom taqdim etiladi. Ingliz tili kurslari 20 ta darsdan iborat bo'lib, haftasiga 15 soat davom etadi va native speakerlar tomonidan o'qitiladi. Hamda kurs yakunida barcha o'quvchilarimizga sertifikatlar topshiriladi. Agar siz ham qishda Angliyada o'qishni va sayohatni birlashtirmoqchi bo'lsangiz, hozir quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki izohda plus belgisini qoldirsangiz, biz siz bilan bog'lanamiz. Yozda boshlagan orzularingizni qishda davom ettiring.